Iroda, hozir stomatolog bo'lish uchun necha pul ketadi? Avvalo medinst talabasi bo'lishingiz uchun tayyorlov kurslariga borish kerak bo'ladi. 2-3 yil tayyorlanish kerak bo'ladi institutga kirish uchun. Kamida 3 ta fandan tayyorlanasiz. Bitta fanga 800 mingdan pul ketadigan deb hisoblasak, masalan, 3 ta faningizga bir oyga 2,5 million pul ketadi. Taxminan ketadi. Talaba bo'lganingizdan keyin, masalan, bu kontrakt bo'ladigan bo'lsa, siz stipendiyasiz 10,5 million pul to'laysiz. 5 yil to'lab o'qiysiz. Bundan tashqari ham talablar rasxodi bor. Talabalarning xarajatlari bo'ladi, o'zini xarajatlari. Bundan tashqari institut tugatganingizdan keyin albatta o'qishni tugatish kerak, ya'ni ordinaturaga o'qish kerak. Ordinaturaga o'qish uchun esa stipendiyasiz hisoblanganda 13,5 milliondan 2 yil yana to'lab o'qiysiz. Institut tugatganingizdan keyin, o'sha ordinaturani tugatganingizdan keyin siz vrach bo'lib ishlashingiz uchun siz juda ham ko'plab malaka oshirish kurslariga borishingiz kerak. Bu kurslar kamida 2-3 kun bo'ladi va narxi $500 dan boshlanadi. Taxminiy umumiy narxini yozib qoldiramiz. Faqat esdan chiqarmang, kontrakt yildan yilga oshib borishini.